Hurmatli do'stlar, bugun shu qo'limdagi karbishlarning narx-navosi haqida gaplashamiz. Bugun bo'yrachidama. Karbish zo'r keldim, sizlarga hozir bu yerda tushuntirib o'tamiz. Bu yerda pishgan karbish bo'lmaydi, to'liq xom karbish ekan. Necha so'mdan bu, nega shu haqida ma'lumot berib tushuntiramiz. Assalomu alaykum aka. Va alaykum assalom. Necha so'mdan bu? Xom karbichimiz kitayskiy vakuum pressda chiqadi. Jolly presslanadi bu. Ha, pressi kuchi, quvvati yaxshi. To'prog'imiz otis to'proq. Karbichimizning razmeri standart. Bahosini kelsak 280 so'mdan yuklab beramiz. Ob'yomuna qarab. Agar yana ko'proq oladigan bo'lsa, kelishib yuklab beramiz. Yo'q, necha so'mdan yuklab beramiz desa, ob'yomuna qarab kelishib to'shab beraveramiz. Urganch shahar bo'lami, Yangi bozor bo'lami, Gullan bo'lami, Shovot bo'lami 250 so'mdan to'shab beramiz. Biz hozir nima degan yerdamiz? Biz hozir Yangi bozor qanday berlar? Yo'q, bu Urganch rayona qaraydi bu. Bo'yrachi bu. Bo'yrachida. Va Urganch rayon Shovot yo'li. Ko'rpamangizdek karbishlarni ajoyib etib tekis etib ishlab olibdi. Uni vakuum bilan presslab, sifatidan ham gap bo'lishi mumkin emas. Hozir qolgan yerlardan sizlarga ko'rsatib tanishtirib o'tamiz. Bundan tashqari jo'ralar, sizlarga bir yangiligim bor, hurmatli shopir akalar. Agar sizlarda bir qandaydir to'proq yoki nodir chig'adigan bo'lsa, bir nerdadir joy buzilib yoki bir ish bo'ladigan bo'lsa, shu to'proqlarni nega olib borishingizni bilmay hayron bo'lib yurmanglar. Shu pastda nomerlar telefon sansa, shuga tashlasangiz bo'ladi. Shunda ko'mishimiz kerakda. Suv chiqib ketgan. O'zi bilgan odamlar ekib to'kib turibdi, bilmaydiganlar shuni aytib o'taman, kelib bemalol shuga ekib tashlasangiz bo'ladi. Maqsad shunda ko'mish kerak. Agar sizlarga shunday karbishlik ishlaringiz bo'ladigan bo'lsa, bemalol pastdagi nomerlar qo'ng'iroq qilsangiz bo'ladi. Gap so'zlaringiz bo'lsa, telefon urib gaplashsangiz ham bo'ladi. Jigarlarim bemalol telefon urasizlar. Manzillarni tushuntirib o'tamiz. Yangi bozor Halqabod Tarsis 4 yo'lda bilasizlar. Bu tarafimiz Shovotga qarab ketadigan yo'l, bu tarafimiz Urganchga qarab. Sizlar Turga qarab bilasizlar. Bu yo'limiz Xiva chiqarishda yo'l. Bu tarafimizda Shovotga ketsangiz agar adashmasam, yonboshimizda Yo'ldosh ota to'yxonasi bo'ladi, kanal ko'pir bo'ladi, baland ko'pir. Shundan kelaverasizlar dalshi. Ikkinchi svetofor bo'ladi. Ikkinchi svetofordan o'ngga qarab bilasizlar. 200 metr yursangizda chapga qarab yo'l bor. Shu yerda bo'ladi manzili. Bemalol pastdagi nomerlarga qo'ng'iroq qilsangiz bo'ladi do'stlar.